O'zbekiston Xitoy sanoat korxonalarida texnologik hamkorlik, innovatsion va raqamli yechimlar. Ayni mavzuda tashkil etilgan forum raqamli transformatsiya jarayonlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba almashish masalalariga bag'ishlandi. Bu borada hamkorlik dual ta'lim yo'nalishida ham zamonaviy boshqaruv tizimini joriy etishga xizmat qilishi bilan ham ahamiyatli bo'ldi. Endilikda Xitoy to'qimachilik sanoatidagi innovatsion tajribalar yurtimizdagi mahalliy korxonalarda ham amaliyotga joriy etiladi. We already be the number one in China to provide the digital solution for the textile company industry more than 20 years. Biz Xitoyda 20 yildan ortiq vaqt davomida to'qimachilik sanoati uchun raqamli yechimlar taqdim etib kelayotgan yetakchi kompaniyalardanmiz. Shu sababli bizda bu sohada katta texnologik tajriba bor. Endilikda o'z tajribamizni O'zbekistonda ham ulashamiz. Hamkorligimiz orqali mahalliy to'qimachilik korxonalariga raqamlashtirish jarayonini, boshqaruv tizimini va mahsulot sifati darajasini yaxshilashda yordam beramiz. Bu borada Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti bilan ham hamkorlik yo'lga qo'yamiz. Natijada mazkur oliygoh talabalari Xitoyda ham o'z tajribasini oshirish imkoniga ega bo'ladi. Bundan tashqari O'zbekistonda yangi servis kompaniyasi tashkil etishni rejalashtiryapmiz. Bu orqali mahalliy korxonalarga yanada sifatli xizmat ko'rsatish va yangi g'oyalarni taqdim etish imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, mamlakatingizdagi mahalliy texnologiya mutaxassislarini ishga qabul qilib, ular bilan birgalikda O'zbekistonda to'qimachilik sanoatini yanada rivojlantirishga harakat qilamiz. Tashkil etilgan forumning asosiy maqsadi ham ishlab chiqarish jarayonlariga innovatsion va zamonaviy texnologiyalarni, sun'iy intellekt yechimlarini joriy etish, raqamli transformatsiya jarayonlarini rivojlantirish bo'yicha tajriba almashishdir. Forum doirasida ikki tomonlama hamkorlik memorandumi ham imzolandi. Toshkent to'qimachilik va yengil sanoat instituti hamda Xitoyda birinchi raqamli IT korxona bilan birgalikda memorandum imzolandi. Bugungi kunda davlatimiz rahbari tashabbuslari bilan xorijiy hamkorlikni kuchaytirish hamda tadbirkorlarga berilayotgan e'tiborlari natijasida Toshkent to'qimachilik yengil sanoat instituti hamda Xitoyning Huansi kompaniyasi ham tadbirkorlar o'rtasida shunaqa bir ekotizim yaratildiki, ishlab chiqarish korxonasi kerak bo'ladigan umuman boshqaruv tizimini boshqaradigan aqlli yechimlarga yo'llangan dastur ishlab chiqiladi. Toshkent to'qimachilik yengil sanoat instituti xodimlari, professor o'qituvchilari hamda talabalardan iborat ishchi guruh Xitoyning Huansi kompaniyasida malaka oshiradi hamda institutimizda ushbu kompaniyani rasmiy filiali ochish reja qilib qo'yilgan. Tadbirkorlarimiz institutimizga kelib, ushbu kompaniyani yaratib berayotgan mahsulotlari bilan to'liq tanishib hamda o'zlarining korxonalarini rivojlantirish uchun kerakli dasturlarni joriy qilish imkoniyati yaratiladi. 我还另外一个想的就是，乌兹别克斯坦是中亚世界上的一个重要的纺织国家。 Bugungi kunda O'zbekiston nafaqat Markaziy Osiyoda, hatto dunyo miqyosida ham rivojlanayotgan mamlakatlardan biri hisoblanadi. Men bu yerda juda katta imkoniyatlar mavjud deb hisoblayman va O'zbekistonning to'qimachilik sanoatiga o'z hissamni qo'shishdan juda mamnunman. Maqsadimiz sohaning umumiy boshqaruv darajasini yanada oshirish. O'zbekistonning to'qimachilik sanoatini dunyoda bu yo'nalishdagi yetakchi davlatlardan biriga aylantirish hamda an'anaviy yo'nalishdan aqlli ishlab chiqarishga o'tishni qo'llab-quvvatlashdir. Albatta ushbu hamkorlik doirasida amalga oshiriladigan loyihalar nafaqat to'qimachilik sanoati rivojiga, balki mamlakatimiz iqtisodiyotining barqaror o'sishiga xizmat qilishi bilan ham ahamiyatlidir.